Bugun men ayol pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan yangi tartib haqida gapiraman. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang, chunki u onalarimiz, opalarimiz, buvilarimiz va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan barcha ayollarga bevosita taalluqli. Ko'pchilik ayollar yillar davomida ishlagan, farzand tarbiyalagan, uy ro'zg'or yukini ko'targan. Lekin pensiya hisobida ayrim davrlar to'g'ri inobatga olinmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing va bu xabarni albatta barcha ayollarga yuboring. Avvallari ko'p ayol pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin endi hammasi tugadi. Qancha tayinlangan bo'lsa shuncha olaman deb o'ylardi. Aslida esa pensiya hujjatlaridagi xatolar ish staji to'liq kiritilmagani, bolani parvarish qilish davri hisobga olinmagani, ish haqi haqidagi ma'lumotlar noto'g'ri olingani yoki eski korxona arxiv hujjatlari topilmagani sababli pensiya miqdori kamroq chiqib qolgan holatlar juda ko'p uchraydi. Yangi tartibning eng muhim tomoni shundaki, ayol pensioner o'z pensiyasini qayta ko'rib chiqishni talab qilish huquqiga ega. Agar u ilgari taqdim qilinmagan hujjatlarni topsa, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotlarni olib kelsa, farzand parvarishi bilan bog'liq davrlar noto'g'ri hisoblanganini aniqlasa yoki pensiya tayinlashda xatolik bo'lgan deb hisoblasa, u pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin. Men bu yerda eng avvalo shuni aniq aytaman. Hech kim siz allaqachon pensiyasiz, endi kech bo'ldi deb aytish kerak emas. Huquq bor, hujjat bor, asos bor ekan, masala ko'rib chiqilishi shart. Ayollar hayotida ish staji erkaklarnikiga qaraganda ko'proq uzilib qoladigan holatlar bo'ladi. Masalan, ayol farzand ko'radi, bola parvarishi ta'tiliga chiqadi. Ba'zan kasal ota-onasiga qaraydi. Ba'zan turmush o'rtog'ining ish joyi sabab boshqa hududga ko'chadi. Ba'zan norasmiy ishlashga majbur bo'ladi. Natijada pensiya hujjatlari yig'ilayotganda ayrim yillar yo'q bo'lib qoladi. Men amaliyotda shunday vaziyatlarni ko'p ko'rganman. Ayol 30 yil mehnat qilganini aytadi, lekin hujjatda 24 yil ko'rinadi. Yoki 2 nafar farzandni katta qilgan. Lekin bola parvarishi davrining hammasi pensiya hisobiga to'g'ri kiritilmagan bo'ladi. Masalan, bir opa 1905 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin korxona yopilgan, hujjatlar arxivga topshirilgan. Pensiyaga chiqqanida faqat mehnat daftarchasidagi ayrim yozuvlar inobatga olingan. Lekin ish haqi haqida ma'lumot topilmagan. Shu sababli pensiya miqdori past chiqqan. Keyinchalik opa arxidan ma'lumotnoma olgan. Unda 1990 yildan 1995 yilgacha olgan oyliklari ko'rsatilgan. Shu hujjat asosida pensiya qayta hisoblangan va miqdor oshgan. Bu juda oddiy misol, lekin minglab ayollar aynan shunday vaziyatda bo'lishi mumkin. Asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensioner ayollar o'z hujjatlarini qayta tekshirtirishdan cho'chimasligi kerak. Pensiya tayinlangan paytda hamma ma'lumotlar to'liq bo'lmagan bo'lishi mumkin. Endi davlat organlari orqali arxiv ma'lumotlarini aniqlash, ish stajini tasdiqlash, elektron bazalarda bor ma'lumotlarni solishtirish imkoniyati ancha kengaydi. Bu degani, mening eski korxonam yopilib ketgan. Endi hech narsa qilib bo'lmaydi degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Men tomoshabinlarga oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya miqdori bir necha asosiy omilga bog'liq. Birinchisi ish staji, ikkinchisi hisobga olinadigan ish haqi, uchinchisi qonunda belgilangan imtiyozli davrlar. To'rtinchisi pensionerning toifasi, masalan nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki yoshga doir pensiya kabi holatlar. Agar shu omillardan bittasida xato bo'lsa, pensiya miqdori ham xato chiqishi mumkin. Birinchi navbatda mehnat daftarchasida yozuvlari chala bo'lgan ayollar e'tibor berish kerak. Masalan, ishga kirgan sanasi bor, lekin ishdan bo'shagan sanasi noto'g'ri yozilgan yoki korxona muhri tushmagan yoki familiya turmushga chiqqandan keyin o'zgargan, lekin hujjatlarda eski va yangi familiya bog'lanmagan. Bunday mayda ko'ringan xatolar pensiya hisobida katta muammo tug'dirishi mumkin. Ikkinchi navbatda Sovet davrida yoki 1990 yillarda ishlagan ayollar hujjatlarini tekshirtirishi zarur. O'sha yillarda ko'plab korxonalar qayta tashkil etilgan, nomi o'zgargan, ayrimlari yopilgan. Ko'p hujjatlar arxivga o'tgan. Agar ayol o'sha davrda yaxshi oylik olgan bo'lsa, lekin pensiya hisobida bu oyliklar ko'rinmagan bo'lsa, pensiya kamroq tayinlangan bo'lishi mumkin. Uchinchi navbatda ko'p farzandli onalar o'z holatini alohida tekshirtirishi kerak. Farzand tug'ilishi, bola parvarishi ta'tili
ishga qaytish sanalari. Mehnat daftarchasidagi tanaffuslar hammasi muhim. Masalan, ayol 2 yil bola parvarishida bo'lgan, keyin yana ishga qaytgan. Hujjatlar to'g'ri bo'lsa, ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga qo'shilishi mumkin. Lekin hujjat bo'lmasa yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, bu davrlar hisobdan tushib qoladi. 4-navbatda pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan ayollar e'tiborli bo'lishi kerak. Ba'zi ayollar pensiyaga chiqqanidan keyin ham 2 yil, 5 yil, hatto 10 yil ishlaydi. Bunday holatda qo'shimcha staj va badallar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan tartiblar mavjud. Shuning uchun men pensiyadaman. Ishlaganim endi foyda bermaydi deb o'ylamaslik kerak. Har bir holat hujjat asosida tekshiriladi. Birinchi misol. Sayyora opa 32 yoshga doir pensiya oladi. Pensiya tayinlanganda unga 27 yil staj hisoblangan. Opa esa 31 yil ishlaganini biladi. Tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, 4 yil ishlagan bolalar bog'chasi keyinchalik boshqa tashkilotga qo'shilib ketgan. Arxiv ma'lumoti pensiya hujjatlariga kiritilmagan. Opa arxivdan ma'lumotnoma oldi. Natijada 4 yil staj qo'shildi. Pensiya darhol juda katta miqdorga oshib ketmasligi mumkin, lekin har oyda qo'shimcha pul chiqsa, bu 1 yil davomida sezilarli summaga aylanadi. Masalan, oyga 80.000 so'm oshsa, 1 yilda 930 ming so'm bo'ladi. Ikkinchi misol. Muhabbat opa 3 nafar farzandning onasi, u birinchi farzandidan keyin 1 yil, ikkinchisidan keyin 2 yil, uchinchisidan keyin 1 yil bola parvarishida bo'lgan. Pensiya tayinlanganda faqat umumiy ish staji ko'rilgan. Lekin bola parvarishi davrlarining ayrimlari to'liq tasdiqlanmagan. Opa farzandlarining tug'ilganlik guvohnomalarini, mehnat daftarchasini va korxonadan olingan buyruq nusxalarini taqdim qildi. Shundan keyin hisob qayta ko'rildi. Bu yerda asosiy saboq shuki, farzandlar bilan bog'liq hujjatlar ayolning pensiya huquqiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Uchinchi misol. Dilbar opa pensiyaga chiqqandan keyin ham maktabda qorovul bo'lib ishlagan. U men ishladim. Lekin pensiyam o'zgarmadi deb shikoyat qildi. Tekshirilganda ish beruvchi tomonidan ayrim davrlar bo'yicha ma'lumotlar elektron tizimga kech kiritilgani ma'lum bo'ldi. Keyin ish beruvchidan aniqlashtiruvchi ma'lumot olindi. Pensiya qayta ko'rib chiqildi. Demak, faqat pensionerning o'zi emas, ish beruvchi ma'lumotlari ham muhim. 4-misol. Ra'no opa turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasining bir qismida qizlik familiyasi, keyingi qismida turmushdagi familiyasi yozilgan. Pensiya tayinlashda ayrim yozuvlar bir shaxsga tegishli ekanini tasdiqlash qiyin bo'lgan. Nikoh guvohnomasi topilgach, masala oson hal bo'ldi. Men doim aytaman, ayollar uchun nikoh guvohnomasi, ajrashganlik haqidagi hujjat, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar juda muhim. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlar elektron bazada to'liq ko'ringan bo'lsa, mehnat daftarchangizda xatolar bo'lmasa, ish haqi ma'lumotlaringiz to'g'ri olingan bo'lsa va siz tayinlangan pensiya miqdori bo'yicha rasmiy hisob-kitobni ko'rgan bo'lsangiz, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir men tavsiya qilaman. Hech bo'lmaganda bir marta pensiya ish hujjatlaringizdagi asosiy ma'lumotlarni tekshirtiring. Chunki odam o'z huquqini bilsa, keyin afsuslanmaydi. Agar siz hech qachon rasmiy ishlamagan bo'lsangiz, faqat uy bekasi bo'lgan bo'lsangiz, bu holatda ham ijtimoiy nafaqa, yoshga doir nafaqa yoki boshqa yordam turlari bo'yicha huquqlaringiz bo'lishi mumkin. Bu pensiya bilan bir xil narsa emas. Lekin davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralarini bilish zarur. Ko'p ayollar menda staj yo'q, demak hech narsa olmayman deb o'ylaydi. Aslida esa yashash joyidagi ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilib, mavjud yordam turlarini so'rash kerak. Eng katta xatolardan biri shuki, odamlar og'zaki gapga ishonib qoladi. Masalan, qo'shnim aytdi, hamma ayollarga pensiya avtomatik oshar ekan yoki falon sanadan keyin hamma onalarga qo'shimcha pul berilar ekan degan xabarlar tarqaladi. Men bunday xabarlarga ehtiyot bo'lishni so'rayman. Har qanday qo'shimcha to'lov, qayta hisoblash yoki imtiyoz hujjat qonuniy asos va rasmiy tartib bilan bo'ladi. Agar kimdir sizga pul ber, pensiyangni oshirib beraman desa, bu juda xavfli signal. Ikkinchi nozik jihat. Qayta hisoblash har doim ham katta oshish beradi deb o'ylamaslik kerak. Ba'zan hujjat qo'shiladi, lekin pensiya miqdorida o'zgarish kam bo'ladi. Ba'zan esa aksincha, bitta arxiv ma'lumoti pensiyani sezilarli oshiradi. Hammasi stajga, oylik miqdoriga, qaysi davr hisobga olinayotganiga va amaldagi tartibga bog'liq.
Shuning uchun aniq javobni faqat hujjatlar tekshirilgandan keyin aytish mumkin. 3-nozik jihat. Hujjatlarning asl nusxasi masalasi. Ba'zi ayollar eski mehnat daftarchasini, tug'ilganlik guvohnomasini yoki nikoh guvohnomasini yo'qotgan bo'ladi. Bunday holatda vahima qilmaslik kerak. FHDYY bo'limidan takroriy guvohnoma olish mumkin. Arxivdan ma'lumotnoma olish mumkin. Ish beruvchidan buyruq nusxasi so'rash mumkin. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. 4-nozik jihat ism, familiya, ota ismidagi bir harf xatosi ham muammo bo'lishi mumkin. Masalan, bir hujjatda Gulnor boshqasida Gulnoza yozilgan bo'lsa yoki otasining ismi boshqa ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bu hujjat aynan sizga tegishli ekanini tasdiqlashni so'rashi mumkin. Bunday vaziyatda sud orqali faktni belgilash talab qilinadigan holatlar ham uchraydi. Bu qo'rqinchli emas, lekin vaqt talab qiladi. 5-nozik jihat norasmiy ishlagan davrlar. Afsuski, ko'p ayollar bozorda, uyda tikuvchilikda, parvarish ishlarida yoki savdoda yillar davomida ishlagan, lekin rasmiy hujjat bo'lmagan. Pensiya hisobida odatda hujjat bilan tasdiqlangan davrlar asos bo'ladi. Shuning uchun hozir ham ishlayotgan ayollarga alohida aytaman. Mehnat shartnomasi, soliq va ijtimoiy to'lovlar. Rasmiy ish haqi kelajakdagi pensiyangiz uchun juda muhim. Endi men nima qilish kerakligini ketma-ket tushuntiraman. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, diplom, harbiy xizmatga oid hujjatlar, eski ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar bo'lsa, hammasini bir joyga to'plang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni varaqlab chiqing. Ishga kirgan va chiqqan sanalar to'liqmi, muhr bormi, buyruq raqami yozilganmi, korxona nomi aniqmi, familiyangiz o'zgargan joylarda izoh bormi, shularni tekshiring. Agar biror joyi tushunarsiz bo'lsa, uni alohida qog'ozga yozib qo'ying. Masalan, 1989-1933 yillar tikuv fabrikasi bo'yicha ma'lumot kerak deb belgilab qo'ying. 3-qadam. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda oddiy qilib yozish mumkin. Mening pensiya hujjatlarimni qayta ko'rib chiqishingizni, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmaganini tekshirishingizni so'rayman. Agar aniq hujjat topsangiz, ushbu yangi taqdim qilinayotgan ma'lumotnoma asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yoziladi. 4-qadam. Arxivga murojaat qilishdan qo'rqmang. Agar eski korxonangiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga, viloyat arxiviga yoki korxonaning huquqiy vorisiga so'rov yuborish kerak bo'ladi. Ba'zan pensiya jamg'armasi o'zi so'rov yuboradi. Ba'zan fuqaroning o'zi ham murojaat qiladi. Arxivdan ishga qabul qilingan, ishdan bo'shatilgan, ish haq olgan yoki lavozimda ishlagan davrni tasdiqlovchi ma'lumotnoma so'raladi. 5-qadam, javobni yozma shaklida oling. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan to'xtab qolmang. Agar siz hujjat topshirsangiz, murojaatingiz ro'yxatdan o'tishi kerak. Javobda nima sababdan qabul qilingani yoki rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Yozma javob bo'lsa. Keyin yuqori tashkilotga yoki zarur bo'lsa sudga murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. 6-qadam, agar rad javobi olsangiz, sababini diqqat bilan o'qing. Ba'zan rad javobi hujjat yetishmagani uchun bo'ladi. Bu hujjatni topish mumkin. Ba'zan ma'lumotlarda farq borligi uchun bo'ladi. Bu farqni FHDga yoki arxiv orqali tuzatish mumkin. Ba'zan esa qonuniy asos yo'q bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir rad javobini alohida tahlil qilish kerak. 7-qadam, boshqa ayollarga ham yordam bering. Ko'p onalarimiz internetdan foydalana olmaydi, ariza yozishni bilmaydi, qaysi eshikdan kirishni bilmaydi. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, onangiz, qaynonangiz, opangiz yoki qo'shningizning hujjatlarini bir ko'zdan kechiring. Ba'zan bitta to'g'ri maslahat ayolning har oy oladigan daromadini oshirishi mumkin. Men ekspert sifatida alohida ogohlantiraman. Pensiya masalasida vositachilarga pul berishga shoshilmang. Rasmiy murojaat qilish bepul tartibda amalga oshiriladigan holatlar ko'p. Agar kimdir sizga tanishim bor, falon summaga pensiyangizni oshirib beraman desa, avval rasmiy idoraga boring, yozma javob oling, qonuniy asosni so'rang. Pensiya oshishi pora bilan emas, hujjat va qonun bilan bo'lishi kerak. Yana bir aldanish turi. Internetda tarqaladigan yolg'on xabarlar. Bugundan boshlab barcha ayol pensionerlarga 1 million so'mdan beriladi. Yoki faqat bugun ariza topshirsangiz
qo'shimcha pul olasiz degan xabarlar ko'p tarqaladi. Har doim rasmiy manbani tekshiring. Pensiya jamg'armasi, hukumat portali, rasmiy qonunchilik bazasi yoki mahalliy bo'limdan tasdiq oling. Men sizga hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qilishni tavsiya qilaman. Agar pensiyam kam bo'lsa, albatta xato qilingan deganimi? Yo'q, albatta emas. Pensiya miqdori staj va ish haqi asosida hisoblanadi. Lekin pensiya juda kam bo'lsa, ayniqsa siz uzoq yillar rasmiy ishlagan bo'lsangiz, tekshartirish foydali. Agar eski ish joyim yo'q bo'lsa, nima qilaman? Avval korxonaning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman hokimligi, arxiv bo'limi yoki sobiq korxona joylashgan hududdagi mas'ul tashkilotlar yordam berishi mumkin. Agar mehnat daftarcham yo'qolgan bo'lsa, hammasi tugadimi? Yo'q. Ish stajini boshqa hujjatlar bilan ham tasdiqlash mumkin bo'lgan holatlar bor. Buyruq nusxalari, arxiv ma'lumotlari, ish haqi qaydnomalari, sud qarori kabi hujjatlar yordam berishi mumkin. Agar farzandlarimning guvohnomalari yo'qolgan bo'lsa, nima qilaman? FHDG bo'limidan takroriy guvohnoma olish mumkin. Bu hujjatlar ayniqsa ko'p farzandli ayollar uchun muhim bo'lishi mumkin. Agar pensiya jamg'armasida navbat katta bo'lsa, nima qilaman? Oldindan qabul vaqtini aniqlang. Telefon orqali ma'lumot oling, imkon bo'lsa elektron murojaat yo'llang. Lekin eng muhimi, murojaatingiz ro'yxatdan o'tganiga ishonch hosil qiling. Bugungi eng muhim fikr shuki, ayol pensionerlar o'z huquqini bilishi kerak. Pensiya tayinlangan bo'lsa ham hujjatlar qayta ko'rilishi mumkin. Ish staji, ish haqi, farzand parvarishi davrlari, familiya o'zgarishi, arxiv ma'lumotlari va pensiyadan keyingi ish davrlari pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Kimningdir pensiyasi oshadi, kimnikidir o'zgarmasligi mumkin. Lekin tekshirilmasdan turib buni bilib bo'lmaydi. Men sizdan iltimos qilaman. Bu ma'lumotni faqat o'zingiz uchun saqlab qo'ymang. Onangizga, opangizga, singlingizga, qo'shningizga yuboring. Balki aynan shu video sabab bir ayol o'zining yillar davomida hisobga olinmagan mehnatini tiklab olar. Izohlarda yozing, siz yoki yaqinlaringiz pensiya hujjatlarini tekshirtirganmisiz? Staj yoki arxiv ma'lumotlari bilan muammo bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormang.